Nima sababdan o'simlik mahsulotlarini chegara hududidan olib o'tish mumkin emas? Ekish materiallari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, o'simliklar va ularning qismlari, yog'och mahsulotlari, sitrus mevalar fitosanitariya sohasida karantin ostidagi mahsulot hisoblanadi. Mazkur mahsulotlar zararli hasharotlar, kasallik qo'zg'atuvchi virus, bakteriyalar, zamburug'lar, begona o'tlar urug'lari tashuvchisi bo'lishi mumkin. Ularning O'zbekiston hududiga zaruriy ekspertizadan o'tkazilmasdan olib kirilishi mahalliy flora va hattoki faunaga ham zarar yetkazadi. Shu sababdan o'simliklar karantini to'g'risidagi qonunga asosan karantin ostidagi mahsulotlarni respublikamiz hududiga olib kirish, olib chiqish, tranzit yuki sifatida olib o'tish taqiqlanadi. Diqqat! Yuqorida keltirib o'tilgan o'simlik mahsulotlarini pochta va kuryerlik jo'natmalari, qo'l yuki yoki bagajda ham olib o'tish qat'iyan man etiladi. Aziz yurtdoshlar, hurmatli tadbirkorlar hamda yurtimiz mehmonlari, xorijiy mamlakatlardan O'zbekiston hududiga olib kirilgan karantin ostidagi mahsulotlar haqida yagona darcha tartib-tamoyil orqali o'simliklar karantini davlat inspektoriga xabar berishingiz va yukingizni karantin ko'rigidan o'tkazishingiz talab etiladi. Fitosanitariya talablariga amal qilmaslik javobgarlikka sabab bo'ladi.